dugonalar, bir mazza qilib o'tirmaymizmi? Faqat kafeda emas, kimnidir uyida o'tiraylik, mazza qilib, bemalol. Yaxshi bo'lardi, unda siznikida yig'ila qolaylik. A? Manikidami? Haligi mayli-ku, lekin bitta muammo bor-da, bilasizlar, uyim birinchi qavatda, lekinchi podezimizdan shunaqa sassiq keladi, o'tirib bo'lmaydi. Voy, uyimga bitta mehmon chaqira olmayman. Voy, qiynalib ketdim o'zim ham. Voy, ana menlarga murojaat qiling, darrov mas'ullarni chaqirib berishadi-yu. Yo, BSK ishlaydi. Tomni remont qilishdi yaqinda, podezlarni chiroyli qilib qo'yishdi. Faqat shu yerto'la muammosi hech hal bo'lmayapti-da. Siz murojaat qiling, unisi ham bo'ladi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish davomida ko'p qavatli uyning kirish yo'laklari fuqarolar murojaatiga asosan tom qismlari ta'mirlanayotgani ma'lum bo'lgan bo'lsa-da, ammo uyning yerto'la qismida oqova va suv tarmoqlari yorilib, holat e'tiborsiz qoldirilganligi aniqlandi. Olmazor tumani hududida joylashgan Chuqursoy hamda Sebzor mahalla hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning yerto'la qismi o'rganilganida, yerto'la qismida fuqarolarning e'tiborsizligi hamda boshqaruv servis kompaniyasining e'tiborsizligi sababli oqova suv tarmoqlari quvurlari yorilib, yerto'la qismiga suv to'plangani aniqlandi hamda mazkur holat bo'yicha boshqaruv servis kompaniyasiga ushbu holatni majburiy bartaraf etish yuzasidan yozma ko'rsatma berildi. Agarda mazkur holatni boshqaruv servis kompaniyasi belgilangan muddat ichida bartaraf etmasa, ma'muriy javobgarlikka tortilish haqida ogohlantirildi. Eslatib o'tamiz, ko'p qavatli uylarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini tekshirish uchun soha mutaxassislari tomonidan shu kabi nazorat tadbirlari davom etmoqda.